Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq muxlislari. Muhtaram prezidentimiz tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish asnosida ularga bugungi kunda o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanish yo'nalishida juda ko'plab shart va sharoitlarni yaratib beryapti. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmagandek ba'zi bir tadbirkorlarning ishiga xalal berayotgan, ularni mana shunday yurt farovonligi, el osoyishtaligi, qolaversa bugungi kundagi o'sha bozorlarimiz to'kin sochin bo'lishida, xalqqa xizmat qilishida ba'zi bir xushturnoq ichidagi insonlar xalaqit berishmoqda. Hozirgi mening suhbatdoshim Oltinsoy shoh bekati mulkdori Hamidjon Ibragimov bilan suhbatlashyapman. Hamidjon, nima sizda qanday muammo qiynayapti? Marhamat. Bizda Oltinsoy shoh bekatining mulkdorimiz, ta'sischisiman. Bu yerda noqonuniy qurilishlar qurilgan, davlat ro'yxatidan o'tmagan, hech qanday asossiz hujjatlari yo'q qurib olingan. Eski rahbarda qarindoshlari, jiyanlari, farzandlari, kuyovlari o'shalarga vaqtida berib tashlagan noqonuniy qilib, o'shalar endilikda shu joyga da'vo qilyapti. Noqonuniy qurilishni buzmayapti. Ustimdan har xil joylarga shikoyat qilib, bo'xton gaplar qilyapti. O'sha bo'lgan shu o'rinda savol tug'iladida, mana shu Oltinsoy shoh bekati kimning tasarrufida? Oltinsoy shoh bekati boshlanishi Denov avto shoh bekat balansida bo'lgan, undan xususiylashtirib bizni otamiz rahmatli chiqarib olgan xususiy qilib. O'shandan keyin o'zimiz отдельно tashkilot qilib ishlatib faoliyat yuritib kelyapti, soliq to'lab kelyapti shu vaqtgacha. Misol 20 yil, 30 yildan beri biz o'sha yerga rahbar qilib qo'ygan ijrochi direktorimiz 20 yil ishlatdi. Endi o'zimiz qaytarib olganimizga ular chidolmayapti-da. Lekin hujjatlar hammasi sizning nomingizda, to'g'rimi? Hujjatlar bor, hammasi. O'shan shu o'rinda savol tug'iladida. Demak, Oltinsoy tumanida bo'layotgan mana shu mashmashalar, muammolarni tuman hokimining xabari bormi, yo'qmi? Tuman hokimini, tuman idoralarini hammasini xabari bor. Hammasi xulosa berishyapti. Xulosa berishganiga qaramasdan bular yugur ya'ni yozib yurishibdi. Boshqa tashkilotlarga hammasiga murojaat qilib yotishibdi o'zlarida, lekin bitta asosli hujjati yo'q qo'lida. O'zini bironta so'raydigan bo'lsa, tashkilotlar so'rasa ham bironta hujjat taqdim qiladigan yo'q. Men hujjatlarim bor. Bu birinchi marta ro'yxatdan o'tkazishimiz emas bu tashkilotda. Bundan avval ham 2026-yil ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsam O'zkatdan, undan oldin ham 2 marta ro'yxatdan o'tgan. 96-yilgi hokimning qarori bor, 2001-yil vazirda orderi bor xususiylashtirishimiz to'g'risida. Keyin 2007-yil hokimning qarori bor. Men 2026-yil qayta yana ro'yxatdan o'tkazdim. Ular da'vo qilyapti, 2007-yilgi hokimning qarori soxta deb da'vo qilishyapti. Nimaga bo'lmasa 20 yil, misol 2007dan buyog'i ham soliq to'lab kelyapmiz. Bironta tashkilot bizni bezovta qilgani yo'q. Hokimiyatdan ro'yxatdan o'tgan, soliqdan o'tgan, boshqa tashkilotlardan o'tgan. Endi 20 yil o'zlari ishlatganda qonuniy bo'lib kelgan. 6 yil ishlatganimda noqonuniy bo'lib qolmaydi-ku. Hamidjon, mana bunday muammoli, ya'ni bir tomon hal bo'lmagan ishlarni sud ko'radi. Siz o'shalarga aytdingizmi, marhamat, men nohaq bo'lsam, mana sudga ber. Sud kim haq, kim nohaqligini o'zi ajratib beradi. Aytdim, sudga berishini tushuntirdim. Agar men u hujjat qilingan vaqtlar men bo'lmaganman, o'zlaring ishlatgansizlar. Agar sizlarda da'volaring bo'lsa, biron bir e'tirozlaring bo'lsa, marhamat, sudga yo davlat tashkilotlariga murojaat qilishlaring mumkin deb aytdim. Aytgansiz. Hurmatli viloyat hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich, sizdan iltimos so'raymiz. Mana shu masalaga oydinlik kiritishingizni. Qolaversa, mana shu Denov tumani va shahrini rivojlantirish uchun, uni iqtisodini ko'tarish uchun bu yerning mana hozirgi esdalik qadar buzrukvorlari Mahmudxon Eshonboyning xizmatlari juda katta bo'lgan. Endi Mahmudxon Eshonboy o'zi asl Oltinsoylik bo'lgani uchun o'sha yurtini rivojlantirish uchun, uni iqtisodini ko'tarish uchun mana shunday Oltinsoy shoh bekati bilan mana shunday faoliyat boshlagan. Albatta bugun ustozimiz Eshonboy oramizda bo'lmasalarda, uni ishini mana shu o'g'li davom ettiryapti. Men sizdan iltimos so'rayman, shu bilan shuning asnosida viloyat huquq tartibot
idoralari xodimlari rahbarlaridan so'rayman, mana shu masalaga oydinlik kiritib berishingizni. So'romat Rahmonov maxsus tayyorlandi.